Husniddin aka, nimalar qilyapsiz? Ham o darvozalarni turishini qaranglar akalar, juda ham chiroyli darvoza ekan. Shaxsan menga juda yoqdi. Bu 2025-yilda trendga chiqadiganga o'xshayapti. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentda fikringizni qoldiringlar. Agar uy qurib, darvoza olishga o'ylanib yurgan bo'lsanglar, biz hozir Andijon viloyati Shahrixon shahri namozgoh masjidining oldidagi sexga kelganmiz. Bu yerda ustakalarimiz bir-biridan chiroyli zamonaviy darvozalarni yasab qo'yishdi. Hozir ustakamiz bilan maslahatlashib, buni kvadratiga necha pulga tayyor bo'ladi, qanaqa mahsulotlar ishlatilgan, bir qator tanishtirib beramiz. Albatta, videodan oldin like bosib ketishni unutmang. Assalomu alaykum. Va alaykum Husn assalom. aka, charchamayapsizmi? Hormang aka, sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Aka, ma'lumotlarini bir qator tanishtirib berasiz. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa 2025-yilga inshaalloh trendda bo'ladigan darvozamizni yasaganmiz. Xudo xolasa hozir bir qator ma'lumotini beramiz bularni. Xo'p, Ibrohimjon, buni birinchi hammaga ham narx-navosi qiziq. To'ppa-to'g'ri. Nima qilay, buni umumiy narxini aytib beraymi yoki kvadrat metrini gapirib tushuntirib beraymi? Iloji bo'lsa, dastlab kvadrat metrini chiqaringlar aka, keyin oxirida umumiy narxini aytib o'tamiz. Ha, bo'ldi, yaxshi. Qanaqa material ishlatilgan? Bo'lmasam, bu darvozamiz high-tech darvoza. Xudo xolasa yangilik qilib ishlab chiqardik. Aha. Inshaalloh 2025-yilga rosa ko'p zakazlar olamiz bundan. Hozir Hozir ham ancha zakazlar tushib turibdi. aha. Inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Ham kim zakaz qilsa. Xudo xolos. Haqiqatan lekin juda chiroyli chiqqan ekan. Endi bu aka, misol buni arzonroq varianti, qimmatroq variant qilib ham yasasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi Ibrohimjon. Hozir mashina o'zini turishi kvadrati qanchaga tayyor bo'lgan? Xo'p, buni 1 kvadrat metri 1.400.000 so'mdan to'g'ri keldi. 1 kvadrat metri hamma yo'g'i ichida olib borib uyiga ustanovka qilib, o'rnatib berib, zamoylarigacha qo'yib beramiz. Dastavka hamma yo'q ichida bepul. Yaxshi. Buni materiallari mana shu oldidagi listi, bu 2 qavatli list, orqasida ham yana listi bor. Oldidagi listlari 2 stenkali listdan bo'lgan. Bu tepalariga mana shu betiga, yuziga profillar bilan ishlab chiqilgan. Bu materiallari nержавейка, bu yaltiroqlari ham nержавейкаdan bo'lgan. Xo'p, kesaklari 12 ga 8 profil. Mana shu stoykalari, eng tepadagilari, tagi 12 lik qalin shvellerdan ishlangan. Ya'ni mustahkamida. Mustahkamligi hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Endi aka, buni keyin yana bitta narsa, Ibrohimjon, bu utepленный bo'lgan. Shumizolyatsiya desa ham bo'ladi. Xuddi eshikni ochib yopganingizda mashinaning eshigiga o'xshab ochilib yopilib ovoz chiqarmaydi, temirda ovozi chiqmaydi. Ichiga uteplit qilib, shumka qilib, shunaqa narsalar qilganmiz. Bu mana shu urib yurganingizda ham ovozi o'zi shovqinlarni ancha-muncha o'tkazmas ekanda, demak. Shunaqa, ovozlar kirmaydi. Juda yaxshi. Shunaqa narsa. Endi mana shu darvozamizda turishi necha pulga aylanyapti? Metr kvadrati qanaqa endi? O'lchami? Buni metr kvadrati eni 4 metr, bo'yi 385. Shu darvozamiz 21.500.000 so'mga tayyor bo'ldi. Endi xo'p, buni yana ham arzonroq, misol klientlar telefon qilib, ana qilsa, aloqaga chiqsa gaplashamiz. Yana ham arzonroq variantlari bor, lekin xuddi shu ko'rinishda. Pulini yengilroq qilib, arzonroq qilib beramiz. Faqat ularning materialida ozgina farq qiladi. Materialida ozgina farq bo'ladi, lekin ko'rinishi xuddi shu holatda bo'ladi. Nержавейкалari boshqasi hamma yo'g'i, lak, kraska hamma narsasi bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Misol arzon deyapmiz, arzoni necha pulga tayyor bo'ladi? Kvadrat. Xo'p, 1 kvadrat metri 1 million so'mdan chiqaveradi. 1 million so'mdan. Aziz kuzatuvchilar, mana xuddi shu darvozamizni kvadrati 1 million so'mdan 1.400.000 so'mgacha bemalol yasatib olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, endi aka, muhim jihati, garantiyasini qanchaga berasizlar? Misol ko'pchilik kraskasiga ishonch bildirmaydi-da, kraskasi ko'chib ketsa-chi degan shubhasi bo'ladi. Shu holatda garantiyasi qancha? Xo'p, odatda darvozalarning kraskasi yaramasligining sababi bizda bunaqa yozgi kunlarda issiqlar rosa kuchli bo'ladi. Eng issiq mana shu quyoshga qarab turgan joy bo'lsa ham 2 yilga garantiya beramiz. 2 yilning ichida kraskamiz tashlab yuborib boshqa bo'lsa,
yangitdan boshqa kraska qilib beramiz. Mhm. 1 so'm pul olmasdan. Ha, demak mana o'sha Aha. garantiyani ichida quyoshga qo'yilgan joy bo'lsa, o'zlari ko'chib ketadigan bo'lsa, bepulga kraska qilib berishar ekan. Bu tarafdan muammosi yo'q, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, boshqa turdagi darvozalarimiz ham bor ekan. Buni ham tanishtirib beramiz aka. Buni hammasini har xil darvozalarimiz bor. Bu qanaqa chiqadi? Bu darvozamiz ham yangilik desak ham bo'laveradi. Aha, Dubay fason deyiladi. aha, Bu darvozamizning nomi shunaqa. aha. Dubay fason. Shtampovka lekin ko'rinishidan qarasangiz bu shtampovkaga o'xshamaydi. Mana nerjaveykalari Hashamatli ko'rinadi. xuddi shu qimmat darvozalarimizni material ishlangan narsalardan. Mhm. Kvadrati qanaqa aka buni? Buni 1 kvadrat metri 450 ming so'mdan boshlanadi. Mhm. 600 minggacha 1 kvadrat metr. Hozir aytganimizdek materialiga qarab farqlanadi. Xuddi shunaqa. Mhm. Bu turgani necha pulga tayyor bo'lgan? Bu turgani 10 kvadratli darvoza Aha. 5,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Mhm. Shu mustahkam materiallar bunisi. Ha. Necha puldan Endi kvadrat? bundan ham qalin, bundan ham mustahkami bor. Bor. Bundan pastrog'i ham bor. Aha. Shu turgani necha pul kvadrati? Buni 1 kvadrat metri 550 ming so'm. Bu 550 mingga tayyor bo'lgan. Lekin 450 mingdan boshlab tayyorlatib olsanglar bo'lar ekan. Xuddi shu fason ko'rinishda farq qilmaydi, faqat materialida farq qilar ekan. Qani endi boshqa darvozalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Turlari ko'p. Usta akalarimiz kimga qanaqa turdagi darvozalar kerak bo'lsa yasab berishadi. Bir qator ko'rsating-da. Mana ko'p yillik tajribaga ega qanaqa turdagi gul, qanaqa materialdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, aytsanglar, xudo xolasa ko'ngildan chiqarib yasab berishadi. Bular qanaqa darvoza aka? Xo'p, bular Ibrohimjon shtampovka darvozalarimiz. Aha. Shtampovka listli shunaqa darvozalarimiz. Bularni narx-navolari arzon. Qanchadan? 450 ming so'mdan 1 kvadrat metri boshlanadi. Aha. 450 ming so'mdan 550 ming so'mgacha Ibrohimjon. Xollasa bu guli, xollasa bunisi. Aha, bu ham chiroyli ekan, Bu lekin. ham shunaqa narxlarga. Demak, azizlar, bular 450 mingdan 550 ming so'mgacha o'zingiz xohishingizga qarab yasatib olsangiz bo'lar ekan, shtampovka darvozalar. Navbatdagilari qanaqa aka? Xo'p, bunisi qo'l mehnati listli darvozamiz. Qalinroq materiallarda bo'lgan bular. Aha. Lekin qalin bo'lib, eng qalini bunaqa emas. Aha. 1.6 stenka listdan bo'lgan, profillari 6 ga 4, qalin, tagi shveller, yonlari, tepasi 8 ga 8 profil. Aha. Bular ham qalin Ibrohimjon. O'sha eng qimmat darvozalarimizni materiallari, profillari, shvellerlari shundan ishlangan, faqat listi 1.6. Mhm. Xo'p, buni narx-navosi 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan 900 ming so'mgacha. Mhm. 100 ming so'm farq 100 qiladi. ming so'm farq qilar ekan. O'zini Xohishiga qarab klientni xohishiga qarab yasab tayyorlab berilar beramiz. ekan. Gullari qanaqa? Har xil chiqarsa bo'ladimi buni ham? Xo'p, gullari mashinada mana shu karnizlarida o'zgarish bo'ladi xolos. Aha. Xollasa gulligi, xollasa Versace, xollasa gulsiz, skromniy, klassik narsa. Mhm. Juda yaxshi. Xo'p, endi navbatdagilarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Ha. Mana bu ham chiroyli darvoza ekan. Xo'p. Adashmasam, shtampovka bu ham. Bu ham shtampovka darvozamiz. Necha puldan chiqayotdi bu? Buni ham narxi ashi 450 ming so'mdan 550 ming so'mgacha o'ziga qarab chiqarib beramiz. Mhm. Juda yaxshi. Aka, bu darvozangiz ham turishi boshqacha ekan. Qanaqa darvoza? Ha, Ibrohimjon, bu ham qalin materiallardan bo'lgan akfa Aha. fason darvozamiz bu. Aha. Xuddi mana ko'rsangiz akfaga o'xshab turadi. Demak- To'rt burchak, hech qayerda hech qanaqa guli yo'q. Mhm. Klassik deyarli hamma klientlarga yoqadigan darvoza. Mhm. Neobычный bo'lgan ekanda bu ham Aha. ko'rinishidan. Sodda, skromniy darvozamiz. Aha. Endi qanaqa bo'lyapti kvadrat? Bularni 1 kvadrat metri 1 million so'mdan. Aha. Hamma materiallari qalin material, moshniy xizmat qiladigan darvozamiz bor. Aha. Keling, Xizmati uzoq bulardi. shuni turishi qancha bo'lyapti endi? Xo'p, buni 1 kvadrat metri 1 million so'm puli,
Bu darvozamizning razmeri eni 360, bo'yi 315. Mhm. 11 kvadratdan ziyodroq. Mhm. 11 kvadratdan oshiqroq, 11 milliondan sal narxi balandroq bo'ladi. 11 million qancha ham. Mhm. Lekin sizni kanalingizdan aloqaga chiqsa, skidkasini qilib beramiz. Mhm. Aziz kuzatuvchilar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 11 milliondan ziyodroq deyapti. Mana yangilik akfa fason darvoza deyapti. Shaxsan menga yoqdi. Kanaldan murojaat qilsanglar, xudo xolasa skidkasini qilib beramiz deyishyapti. Navbatdagilari qanaqa aka? Xo'p, bulari ozgina puli yengilroq darvoza. Aha. Bu ham shu akfa fasonga o'xshab ketadi, Ibrohimjon. Aha. Lekin mana shu ustida ozgina gullik shunaqa tiyagalar aylantirganmiz. Listlari ham shershaviy listdan bo'lgan. Mhm. Ya'ni maxsus gulli lisa bu. Aha, gulli list. Qanchadan chiqadi endi bu? Bularni 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan. Mhm. Profillari bularga ham qalin. Tagi shvellar bo'lgan. 750 ming so'm. Buni ham arzon qimmati Buni bormi? ham arzoni bor. Mhm. Arzoni bor. Lekin eng qimmati bu. Bundan qimmat. oshmaydi. Inshaalloh bundan narxi ko'tarilmaydi. Bundan arzonroqlari ham bor. Eng arzoni necha puldan chiqadi? Kvadrat. Xo'p, 680 ming so'mdan qilib beramiz eng arzon. 680 mingdan 750 minggacha shunday darvozani yasatib olsanglar bo'ladi. Bu ham yangilik fason desak bo'laverar ekan. Navbatdagisi qanaqa aka? Xo'p, bunisi Ibrohimjon shtampovka darvozamiz. Aha. High-tech fason bu ham. Shtampovkani high-tech. Aha. Chiroyli Buni- ko'rinar ekan bu ham. Ha, bu ham rosa chiroyli. O'ziga yarasha mana shu yaltiroq narsalari nержавейкаdan qilingan. Aha. Bu haligi alikafon plastmassa unaqa narsa emas. Tunika, temir. Temir tunika, nержавейка. Bir qavatlimi, ikki qavatli? Bir qavatli darvoza bu. Kvadrati qanchadan chiqyapti? Bularni 1 kvadrat metri 550 ming so'm. 550 ming so'm. 550 ming so'm. Qanaqa? Buni ham arzon qimmatlari bormi? Bularni bor. Arzon Qanaqa? qimmati bor. Qanaqa bo'ladi? 450 ming so'mdan 600 ming so'mgacha. Aha. 600 ming so'mli deganlarimiz taglariga shvellar qilib, chekkadagi kesaklarini 8 ga 8 qilib beramiz. Mhm. Profillarini 6 ga 4 qalinroq qilib chiqarib beramiz. Aha. Demak, imkoniyatiga qarab yasatib olsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. A bu nima edi? Bu ham zakazga tushgan Ha, shekilli. bu zakazga, bu kalitka, kichkina kalitka. Buni necha puldan yasab berasizlar kvadrat? Bularni 1 kvadrat metri 1 million so'mdan chiqaveradi bu ham. Mhm. Qalin, hamma Qalin yo'q. listda. Akfa fasonimizni yonidagi bolasi. Aha. Odam kirib chiqish uchun yoniga alohida qo'yiladigan darvozamiz. Mhm. Tushunarli. Azizlar, mana bugun sizlarga shu yerdagi darvozalarni qisqacha ko'rsatib o'tdik. Agarda sizga boshqacha fasondagi darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustakalarimiz ko'p yillik tajribaga ega, ishonchli. Manzilini eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon shahri namozgoh masjidini to'g'risida joylashgan, ya'ni ro'parasida joylashgan Husniddin akani sexidan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ha, aytgancha kanal nomidan murojaat qilsanglar, maxsus chegirmalar qilib berishadi. Video siz uchun ozgina bo'lsa-da foydali bo'lsa, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.